Деген жакшы ниет менен чогулуп отурабыз. Урматтуу жаш бөбөктөр, Кудай кааласа келечек сиздердин алдыңыздарда Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдагы мына бул жолду басып өткөн, жол терисинен өткөргөн, эң жакшы билген. Ошондуктан кимдир бирөө мына ушул сыяктуу балдардын башынан сылаган болсо, колу канча тал чачка тийсе, ошончо ажыр соопко эгедер болот дейт. Бүгүнкү ушул жерге кимдир бирөө өз салымын кошкон болсо, кимдир бирөө очокко от жагып кызмат кылган болсо, кимдир бирөө ак батасын берип ушул балдарга жакшылык ырлогон болсо, бардыгыңыздарга мына ошол ажыр соопторду Алла таалам насип кылган болсун. Баарыңыздардын туткан розоңуздарды, окуган хаттымыл Кур'ан, таравихтерди, кылган хайырдуу иштериңиздерди Алла таалам эселеп кайтарган болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan wasiyan halalan tayyiban wa shifaan min kulli da'in. Allah'ım бүгүнкү майрамдын ажары болуп турган ушул уулдарыбызга, кыздарыбызга пайдалуу илимдерди ата кылгының. Allah'ım кенен таза рызкыларды бергиниң, geleceğin keng, ömürün uzun kılgının Allah'ım, жүрөктөрүнө iman nurun толтургун, gelecekte mamleketimizge, eli jurtubuzga, İslamga, ümmetke kızmat kıla turgan salih jana saliha perзенттерден болушун насип эткиниң, брахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Allah razı olsun. Jallovatimizni qozisi, dinimizni, qozimizni Allah razı olsun. Ne'matulloh hoji akamizdan mana juda chiroyli duolar, juda chiroyli nasihatlarni qildi bizga. Allah razı olsun. Shu yerga kelgan mehmonlarni, shu yerga go'daylarimizga xizmat qilayotgan, mablag' chiqargan aka-ukalarimizdan Allah razı olsun. Qozi domlamizdan ham Allah razı olsun. Shu elimizni, dinimizni chiroyli boshqarib kelyapti. Ömürleri ziyoda bo'lsin, martabalar bundan ham ulug' bo'lsin. Sanjar ukamizga, ana Soyibjon ukalarimizga, ukalarimizdan, Zamir ukalarimizdan ham Allah razı olsun. Juda chiroyli xizmat kelyapti. Hammalardan Allah razı olsun. Bugungi hayit bayram hammamizga qutli muboraklik bo'lsin. Yanaga shu yillarga ham, yanaga shu kunlarga hammalarimizni elimizdan, yurtimizdan chiroyli yetkizsin Alloh taolo. Yurtimizga Alloh barakot bersin. Bizni boshqarib turgan prezidentlarimizga, muftiylarimizga, qozilarimizga, hammasiga Alloh taolo umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Elimizni, yurtimizni chiroyli boshqarsin mana. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda hayajonlanib ketyapmiz. Gap topib gapirish ham oson bo'lmaydi ekan. Bu yerda shuncha gapimizda xatolashib ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Xush kelibsizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Mana shu yerga qadam bosib kelgan akalarni, ukalarni, eji qarindoshlarni Alloh taolo yaxshilarimiz bor. Alloh taoladan umid qilamiz. Ertaga qiyomat kuni payg'ambar alayhissalom bilan birga turishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Hech qaysi xonadonda hech qaysi bola otam, onam deb yig'lamasin. Hech qaysi xonadonda hech qaysi ota-ona bolam deb yig'lamasin. Bularga ham oson emas. Har doim mana shu yerda yaxshi insonlar tarafidan ehsonlar bo'ladi. Yaxshi insonlar tarafidan to'ylar bo'ladi. Yaxshi insonlar tarafidan mana shu bolalarni xursand qilyapti. Bugun mana shu bayramni ham mana shu el safarda yurgan mana shu yerdagi yaxshi insonlar tarafidan uyushtirdi. Alhamdulillah bunga bosh bo'lgan mana qozi domlalarimiz birgalikda maslahat qilgan holatda shunday holatga keltirdik. Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shu yerga xizmat qilgan, shu yerga sponsorlik qilgan, har bir narsaga hissasini qo'shganlarni Alloh taolo o'z yaxshiliklar bilan siylagan bo'lsin. Yana bir boslarga rahmat aytamiz. Shu yerga qadam bosib kelgan har bir aka-uka, opa-singillarimizni ertaga qiyomat kuni payg'ambar sallallohu kuyib changan yurakdan iymon jolg'u yurakdan haqiqatni suyratgan
Bollarınız dinlesinge programma çepki turalabız. Gel ergene. Tura yoldu başladım, halka kadam basmadım. Allah'tan ettik dualarım, Muhammed Resulullah. Bir yakın. Çepki turalabız.